Xo'sh, qanaqa bo'lar ekan? Mablag'im yetarmikan? Nima qilsam bo'lar ekan? Kelsam qani bir maslahat olamizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Aha. Shu savollarda. Uzr, bezovta qildik sizni. Bizda do'konchangizni olmoqchi edik. Xo'sh. Maktab oldidan bir mini marketcha oddakxona ochmoqchi edik. Shunga bir o'ylanib o'tirgandim. Mablag'im sal yetmas ekan. Shunga qanaqa to'lovlari bor? Shuni bir maslahat bersangiz. Mablag'im yetarli emas, siz qilmang. Buni yo'l oson. Do'stim, siz ham sotuv biznesini yo'lga qo'ymoqchisiz. Ammo mablag'ingiz yetarli emasmi? Buni o'ylab hech siqilmang. Chunki Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida shunaqa sharoitlar yaratilmoqda. O'sha do'konchalarni xohlagan razmeringizda, xohlagan turingizda bizdan xarid qilishingiz mumkin. Qulayliklardan biri naqd yoki pul to'lashga ham bizda mavjud. Va bizda 12 ta viloyatga dastavkamiz mavjud. Do'stlar, shuncha qulayliklarni eshitib qara ham turibsizmi? Tezroq telefon qilib o'z biznesingizni boshlang. Biznesmenlar, omad!